Tupak Shakur repda inqilob qilgan afsona. U sahnaga chiqqan paytda hamma narsa o'zgardi. Tupak Shakur bu ism faqat musiqani emas, butun bir avlodni o'zgartirgan ism edi. U repni shunchaki ko'cha musiqasi emas, balki inson ruhining hayqirig'iga aylantirdi. Bu inson og'riqdan she'r yaratdi, darddan kuch topdi va har bir satrida haqiqatni aytdi. Tupak Shakur 1971-yil 16-iyunda Nyu-Yorkda tug'ilgan. Uning bolaligi qashshoqlik, notinchlik va og'riq bilan o'tgan edi. U bolaligidan hayot bilan kurashgan, ammo aynan shu kurash uni shakllantirdi. Ko'pchilik orzularini yo'qotgan paytda u mikrofonni qo'liga olib, o'z dardini dunyoga yetkazishga qaror qildi. Uning hayoti bu oson yo'l emas edi. U maktabda she'r yozar, teatrda faol qatnashar edi, ammo kechqurun ko'chalarda hayotning haqiqiy yuzini ko'rardi. Tupak 17 yoshida sahnaga chiqqanida uning ovozida ikki narsa bor edi: g'azab va umid. U bilardi, bu dunyoda adolat yo'q, lekin san'at orqali u odamlarning yuragiga haqiqatni yetkaza oladi. 90-yillarga kelib, rep musiqasi ko'chalarning tiliga aylangan edi, ammo Tupak uni yangi bosqichga olib chiqdi. U repni nafaqat ritm, balki ruhiy tahlil, hayot haqidagi dars ovoziga aylantirdi. Uning so'zlarida faqat g'azab emas, balki sevgi, dard, ishonch va kurash bor edi. Tupak odamlarni o'ylantirdi. Nega hayotda adolat yo'q? Nega kuchlilar kuchsizlarni oyoq osti qiladi? Nega ona azob chekadi? U shu savollarni musiqaga aylantirdi. Har bir qo'shig'i bu hayot darsi, yurakdan chiqqan qichqiriq edi. Tupakning sahnadagi har bir harakati, har bir so'zi rep tarixida burilish yasadi. U musiqada samimiylik va jasoratni birlashtirdi. U boshqalardan farqli ravishda hech narsani yashirmasdi. O'z dardini, g'azabini, hatto qo'rquvini ham. Tupak o'zini shunchaki ijodkor emas, balki haqiqatni aytuvchi deb bilgan. U men odamlarni o'zgartira olmasligim mumkin, lekin bir kun dunyoni o'zgartiradigan odamni ilhomlantiraman degan. Bu so'zlar bugun ham har bir yosh ijodkorga kuch bag'ishlaydi. Uning falsafasi oddiy, lekin chuqur edi. Dunyo seni sindirishga urinadi, ammo sen har safar qaytadan o'rningdan turishing kerak. Bu Tupakning so'zlari edi. Tupak uchun hayot og'ir sinov edi, ammo u har safar musiqaga qaytdi. Mikrofonni oldi, yuragidagi og'riqni she'rga aylantirdi. U bilardi, so'z kuchli, so'z odamni o'ldirishi ham, tiriltirishi ham mumkin. Uning qo'shiqlari o'q emas edi, ular ko'ngilni teshuvchi haqiqatlar edi. U har bir satrda insonni o'ylashga majbur qilardi. Tupakning falsafasi bu insoniylik, adolat va o'zligini yo'qotmaslik haqidagi falsafa edi. Tupak san'atni faqat mashhurlik uchun qilmadi. U uchun san'at bu kurash edi. U o'z xalqining dardini kuyladi, onalar azobini ifoda etdi, kelajak uchun umid qoldirdi. U hech qachon oson yo'lni tanlamadi. U haqiqatni aytishdan cho'chimadi. Uning ijodi bu hayotning eng og'riqli, ammo eng chiroyli tasviri edi. U qo'shiqlarida onaning ko'z yoshlari, o'zgarish uchun kurash va bu qo'shiqlar u dermam qo'shiqda onaning ko'z yoshini, changes da esa o'zgarish uchun kurashni kuyladi. Bu qo'shiqlar bugun ham millionlab yuraklarda yangraydi, chunki ular samimiy edi. Uning so'zlarida siz o'zingizni ko'rasiz, dardingizni, kurashingizni, umidingizni. Shuning uchun Tupak har bir insonning bir bo'lagi. Tupak 1996-yilda hayotdan ketdi, ammo u o'lmagandek. Uning ovozi, ruhi, so'zlari hanuz tirik. Uning hayoti qisqa bo'ldi, lekin ma'noli. U 25 yil yashab, o'nlab yillik ta'sir qoldirdi.
Uning so'zlari bugun ham odamlarni o'ylantiradi, yuraklarni uyg'otadi. Tupak bizga bir saboq qoldirdi. Hayot og'ir bo'lishi mumkin, ammo yurakdagi haqiqat hech qachon o'lmaydi. Bugun ham u afsona, kuchli, chunki u repni o'zgartirdi. U san'atga ma'no olib keldi, dardni so'zga aylantirdi.